أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود التلاوة. Sucud tilava Kur'an'daki secde ayetleri okugan çağda yoki anlagan çağda kılıtilgan bir secdeden ibaret. Tilava secdesi deb ataymiz. Tilava secdesi yol qo'yilganligi Alloh taologa to'liq bo'ysunish. Chunki shu oyatlarda secdega buyurgan yoki secda qilganlarni madiylagan yoki secda qilmaganlarni ayiblagan oyatlar bo'lg'achqa Alloh taologa to'liq bo'ysunishni ifodalash uchun, muhtojligimizni ifodalash uchun secda qilamiz. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashganlik jihatdan, chunki Rasulullohimiz secda qilgan shu oyat. Yana shaytonga zarba berish jihat. Çünkü bu secde tilava fazilati haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday degan: "İza qara ibnu Adama as-sajdata fasajada i'tazala ash-shaytanu yabki yaqulu ya wayli ya waylah. Umira bis-sujudi fasajad falahul jannah ve umirtu bis-sujudi fa'asaytu falyan-nar." Müslim ve İbn Majah rivayet ediyor. Nolki şu secde kılınsa şeytanga bir türlük zarbe olgan. Biz onun düşmanımız olan iken zarbe bergen bulunuz. Qala ve huve vacibun ala't-tali ve's-sami'. Secde tilava hükmü nima desa, tilovat qiluvchi mu, anlagan kishiga mu secde qilish vacib. Albatta da fuqahalar bu secde tilava degan bir nima bor deb buni ittifoq. Lekin hükmüde ixtilof chiqib qolgan. İmam Ebu Hanife ve şagirdleri vacib deb qaragan. Yani bu mazhabning qarashi shu. Jumhur ulamolar sunnat deb qaragan. Qala sallallohu alayhi vasallam: "Es-sejdatu ala man talaha, es-sejdatu ala man sami'aha." Bu nassun alal mudda'a. Lekin bu marfu hadis kelmagan. Sahabe kiramlarning so'zlari. Tekshirib kelsak, sahabe kiramlarning so'zlari. Lekin sahabe kiramlarning so'zlari bo'lsa-mu, bu masalalarda marfu'ning hukmida desak bo'ldi. Chunki ular o'zligidan bunda hukmni deb etmaydi. Cho'qim Rasulullohdan olgan bo'lish kerak deymiz. Yani bu bir dalil sifatida keltirildi. Va ala endi vajil istidlal, yani vojibning dalili nereden keldi bu hadisdan desa, va ala lil vujub. Ala degan so'z vojiblikni bildirgan so'z. Kutiba alaykumus-siyam. Inna salat kanat alal mu'minina kitaban mawquta degandek gadanga vojib bo'lganligini bildirgan harf demiş ala degan harf. Wa li anna ba'da sajdati amrun fayaqtadil wujub. Endi oyatdan dalil keltirishga o'tkaldi. Aslida oyatdan boshda kelishadi. Tamam? Qoida bo'yicha oyatdan sizlarni boshda uni. Lekin bu hadisda xuddi nasful mavdu bo'lg'achqa boshdan akli buni bir taraf qilib o'tmoqchi bo'lgandek bunda oldiga tizdi. Endi oyatlarga kelsak, oyatlarning secde oyatlarining mazmuni ba'zisi buyruq ifodasi bilan kelganlari bor. Masalan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib dedi. Fasjudu lillahi wa'budu dedi. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Buyruq şeklinde kelgan oyatlar. Ve ba'duha zammun. Bazı ayetler secde ayetlerden. Bu ayetlarda zammun ala terkis sucud. Secde qilmadi deb bazı kavimlarni ayıplagan ayetler. Mesela وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْرُجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ.
Yani şey hakka aleyhil azab diyen secde kılmaganlık için diyen mazmun var. Ve huve ma'nal vücub. Yani şu ayetlerinin türlü siğalardan şuna çıkardığın mazmun vacip mazmun çıkıyor dedi. Elbette üçüncü türlük ayetler var. Secde ayetlerinin içinde üçüncü türlüke secde kıyganlarını medilge ayetler var. Tekabburluk qilmagan, secde qilgan degan mazmunda solih zotlarni madilgan, farishtalarni madilgan oyatlar bor. Masalan, innallazina 'inda robbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يعني سورة مريم دا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ve aşılarını medilede. Muşalarının hemmisi vaciplikini bildirdi dedi. Ondan iken Hanefi mezhebinin delilleri hazır Kur'an-ı Kerim'den delil kelgen buldu. Athar sahabel kiram bunun delil kelgen buldu. Hem de yeni bir istidlal ayetlerinde geldi. Secde kılışını buyruk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aş buyruğunu rica keltirip secde kılgan. Bundan iken aş ayetteki buyruk ne? Bunda icra kıldığın iş ma deb vacip diyenine izahlagan halatda secdini emri tatbiqlab ko'rsatib qo'ygan. Tilovat qilgan chaqda. Mesela bir ayette fema lahum la yu'minun ve iza quri'a alayhimul Qur'an la yasjudun. Ve secde qilmaganlik uchun ayıplendi bular. Nima? Qilmagandikin ayıplangandikin nimani ko'rsatdi? Vacibni ko'rsatdi. Yani cumhurla sünnet deganlar bular tayingan dalillar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zida secde qilgan, yani ba'zida secde qilmagan. Masalan, Rawa Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu qala qara'tu ala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam wan-najmi falam yasjud fiha. Bu cumhurning dalillarining birisi. Lekin Hanefi mazhabda buning qarta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu bayada secde qilmagan bilan darhol secde qilish kerak emasdi. Ya uyga kirib qilgandi, ya ko'mgan chog'da qilgandi. Buning bir ehtimolligi bor. Ko'mganligi Rasulullohning secde qilmaganligini bildirmaydi degan. Raval Bukhari anna Umar radhiyallohu anhu qara'a yawm al-jum'ati 'ala al-minbari suratan Nahl hatta idha ja'a as-sajdata نزل فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. Bir qadam secde qilgan, bir qadam secde qilmay, vacib emas degandek mazmunda gap qilgan. Danki musahabe kiramlar to'plashgan bir so'rin bo'lg'achqa, bularning bir ijmosi bordek deb dalil ko'rsatgan bo'ladi. Lekin bu dalillarga qarasak, Hazrat Umarning secde qilmaganligini Hanefi mazhab boshqacharoq tahlil qiladi. Jumaning faoliyati bu vojib bo'lg'achqa, ataytun uni kesib turib qilmasimi bo'ldi degandek. Yoki Hazrat Umar secde oyatlarining farz bo'lganlari 4 deb qaraydi degan rivoyatlar bo'lg'achqa, mush o'qigan, mush ikkinchi qatimda secde qilmagan chog'dagi secde mazmuni kelgan oyat haliqi vojib deb qaralgan secde oyatida emas bo'lg'achqa secde qilmagan deganda tushundim. Qanday bo'lmasin, Hanefi mazhabning secde qilish vojib degan qarashi sal jalliq. Chunki oyatlarning mazmunini qarasak, shunday chiqadi. Çünkü qat'iy bo'lmagan ekan, nas bunda bo'lmagan ekan. Vasjud vaqtirib deganni namozga secdega olib tushunish mumkin-ku. Namoz o'qib secde qil, masalan, erka'u vasjudu deganni shunda olibmizmi? Ya'ni cho'qim tilovat qildisiga secde qil deganga dal shuning xos qilib bunday nima qilib bo'lmaydi. Lekin secde oyatlarda secde qilmagan yoki secde oyatlar o'qilgan chog'da secde qilganlar madilash degan u xil aniq. Qala va tajibu ala at-tarahi. Secde oyati darhol shu hamon qilish vojib emas, sal orliq basimi bo'ladi. Vujub alal fawr, vujub ala tarahi degan istilohlar usul fiqhda. Hamda vujub ala tarahi deganni namozdan sirtida desak,
dal tushdi. Namozning sirtida vacib alal fawr emas. Mesela nadir tilavat qilgan oyatlar, secde oyatlari darhol secde qilmasaqmi, so'rindan keyin hammaga biraqlam yoki sal turib secde qilsaqmi bo'ldi degan mazmun. Namozda deb qarasa, shu namozning ichida qilish lozim. Ko'pincha ahvolda shu o'qigan chog'da darhol bir secde qilib turadigan gap. Yoki ulamolar 2 oyat, 3 oyat ya sura oyoqlashay deb qolgan bo'lsa, uni o'qitiblamandan biraqlam ruku qilib secde qilsa, secde tilovaga hisob qildi. Yani bu tatadaxal degandek gaplarni qilaylik. Undan keyin va tajibu ala tarahi, yani xarij as-salat. Lekin namoz ichida shu namoz ichida qilish lozim. وسواء كان التالي كافرا أو حائدا أو نفساء أو جنبا أو محدثا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو سكرانا. أش تلاوة قيغان كشي قنداق كشي بولشيدان قطعي نظر anlagan kişiye secde kılıdı. Tilavet qilguvchiga qarab turadi. Lekin mush kishilar o'z tilovatni o'z secde qildi degan gap emasmi? Mesela bir musulmon tartiba pak holatdagi kishi bir kofirning o'qig'ini anglamas. Bir kofir ya munoqashada masalan, ya bizlar munozirlashib o'tib, yoki bir nimani o'qitib bir maqolda bilan shu qatori oyat secde olgan bo'lsa, buni o'qib ya radio, televizorda so'zlar oldingi kofirlar o'qigan ahvolda shuni anglagan bo'lsa, musulmon anglagandan secde qildi deydi. Heyzda da ansım şundak, nifaslardan ansım şundak, cünüptün ansımı, tarihsiz kişiden ansımı, sebidin ansımı, akıldın ansımı, serangdan ansımı deyimiz. Öyle kişiden ya mescidin ansımı, anlayan kişi, tertiba, pak kişi secde kılıdı. Li'enna nassa lem yufassıl, yani bu yerdeki nas, yani delil, umumlukunu gösterdi. Kur'an ayetleri olsun, yoki yuqorqi hadis bo'lsin, as-sajdatu ala man talaha, as-sajdatu ala man sami'aha degandek. Junub holatda o'qimaydi degan asosan shu muayyanlashdi, lekin hayzda holatda ba'zi ulamolar o'qisa bo'lganligini degan. Sabiy aql degan sal unda aqani farqligan bola. Masalan 6 yoshdan 10 yoshga qadar masalan. Mana sabiy aql deymiz. Tabii g'ayri aql bo'lsa-mu, ashunda anglasimi masalan 4 yoshli bola qiroat qilgan bo'lsa, anglasa o'xshash. Chunki nas lam yufassil ala man sami'aha dedi. Cho'ng odamda anglasa degan gap yo'q. Anglasa, nerede anglasa bir yerda anglasa degan gap. وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا قَضَاؤُهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ. Namaz vacip olmaydigan, namazın qazasını qilishi vacip olmaydigan kişiler bo'lib qolsa, secde tilova onunğa vacip olmaydi. Namaz vacip olmaydigan kishi, mesela hayzdar, nifasdar, şu holatda onun namoz o'qishi vacip emas. Keyin saqaygandan keyin qazasını qilmaydi. لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ. Chunki secde Hanefi mezhepte ve köp ulemalar namazın bir pastek, namazı kıyas kıldığın işler var. Yani bu namazın bir kısmında namaz vacip olmayan bu vacip olmalı. Mesela sabi ansım onun vacip olmaz. Sabi gayr mükellef, la ecib aleyhi şey. Şuna ama mecnun, sarangama teklif yok. Kafirga teklif var mı yok mu? Bunun da ihtilaf var. Yani kafirinin secde kılışı vacip mi? Hanefi mezhepte lekin kafirga mı vacip olmaydı deyiş mümkün. Lekin cumhur ulemalardan bazıları kafirga namaz vacip oldu. Lekin şunun şartı olan imanla tahsil qilmoqcha, xuddi tartasa anda namaz qabul bo'lgandek hisoblasak, namaz vacip, lekin iman esa anda namaz o'qisa qabul qilindi, bo'lmasa qabul qilinmaydi. Undan keyin namaz vacip deb qarasak kafirga, kafir iman etmaganga kufrlik bir jazo, namozni tark qilganiga bir jazo, zakat bermaganligiga bir jazo, yetim miskinga tamoq bermaganligiga bir jazo, boshqa a'zo berganga bir jazo. Bunda jazolar hissilinib do'linib ketadigan. Chunki Qur'on Karimda mo va vaylul lil mushrikeen allazina la yu'tuna az-zakat. Yani bir ayette qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin ve lam nakun nut'imul miskin ve kunna nakhudu ma'al khaidin ve kunna nukazzibu yawmiddin ma
Ondan şu furuatqımı teklif qilingan iman etmay furuatni joyidan qilmasa har biriga ayrim jazo belgilanadi. Şoňa Amerikada ba'zi kishilarga 350 yillik hukm kesadi. Nima uchun? Madem tayinga 10 yil, yana bizga 5 yil, yana bir pul o'g'ilganga 4 yil oyda hisoblab mansa, qilmish jinoyatlar jiq bo'lsa, shunda 300 yil bo'lib ketadi. Gerçi adam 300 yil yaşamışmı? Lekin ba'zi qilmishlarning keyin aqlanib qolsa, lekin qilmishlarda aqlanmasa yana umr bo'yi yetadi. Lekin kafirlarning shunda ishlarni qilgan taqdirda foiz bo'lamdi, bo'lmamdi? Lekin yaxshilik qilib qolsa, masalan, kambag'allarga yordam qilib, boshqalar yaxshilik qilsa foiz bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'lish kerak, bo'lish kerak. Aman ya'mal miqdala darratin khayran yara, aman ya'mal miqdala darratin sharran yara. Yana bir tarafdan kafir altizlik yaxshilik qilib iymon etgan taqdirda Rasululloh birisiga aslam ta'lama aslafta min al-khayr degan. Ash yaxshilikqa yana o'chib ketmay hisoblanadi. Agar iymon etmay endi o'tib ketgan bo'lsa, balki ana foydasi bo'lishi kerak. Ya'ni bak usullik qilgan, nurg'un jinoyat qabih ishlarni qilgan bir kafir bo'lib qolsa, insonlar yaxshilik qilib, boshqa azobi dunyoda o'tib ketgan bo'lsa, balki buning jazosi farq bo'lishi kerak. Mesela Abu Talib onu sal yengillatildi-ku. Yana Abu Jahl, Abu Lahab Resulullah'ın to'lgan qabrni akagan chaqda dedikini azat qilyapti-ku. Shunga azroq foydasi bo'ldi. Endi foydasi bo'lishi mumkin. Lekin bu masalada usul fiqhida ahlul kuffar mukallafuna bi furu' shari'a degan bobda usul ulamolarining talashtirishdir bor. Mukallafuna bi furu' shari'a degan qarash shu jalliq chiqdi. Lekin ma'ni bu vaziyatda namoz vojib bo'lmagan kishi vojib emas dedi. Mukallafuna bi furu' shari'a degan ulamolar namoz vojib, lekin oldi bilan uning muqaddimasi yoki shart bo'lgan iymonni tahsil qilgandan keyin uni qabul qildi, bo'lmasa qabul qilmaydi deb shunday. Xuddi masalan, tahorat namozning sharti. Tartamay namoz o'qisa qabul qilmaydi. Lekin tartib o'qisa undan qabul qilingandak. Endi haid va nufasa buni vojib bo'lmaydi deyishmi? Salaflardan al-junub val haid la yasjudan lit-tilava deb salafning so'zlari kelgan. Ibn Abi Shayba musannafida rivoyat qilgan. Qala va hiya fi akhir al-a'raf. Endi Qur'on Karimdagi sajda oyatlarini bir-birlab bayon qilmoqchi. Yani secde ayetleri qancha, bular qaysilar? Yani bu vaziyatda 14. Akhir al-A'raf ve Ra'd ve Nahl ve fi Bani İsrail ve Meryem ve al-ula fil Hajj ve al-Furqan ve Naml ve Alif Lam Mim Tenzil ve Sad ve Hamim secde yani fussilat demakchi. Ve Necm ve al-Inshiqaq ve al-Alaq hakaza hiye fi Mushaf Osman radıyallahu anhu. Osman radıyallahu anh'ninki Qur'onni 7 nusxaga ko'paytirib, boshqa Qur'onlarni hammani yig'ishtirib, ashuni asos qilinglar deb 7 iqlimning poytaxtiga avatgan ashu nusxa Qur'onda mushunda belgilanlik deydi. Albatta buning ichida ulamo ittifoq kelganlar va ixtiloflashganlar va masalan Sad sajdasida Imom Shafiy va Imom Ahmadlar sajda yo'q deydi. Hanifi mazhabida bor deydi. والنجم الانشقاق العلق mufassalda İmam Malik yok deydi. Ondan Suresindeki yeni bir ayette Hanifi mezhep yok deydi. Şafii mezhep var deydi. Ne oldu ki? Hanifi mezhepte 14 ayet. Şafii mezhepte 14 ayet. Lekin Hanifi mezhep birisinin o'rniga Sura Hajning 2 secdesining o'rniga Sura Sadninkini qatadi. Şafii mezhep Saatni çıkartıp Sura Hajda 2. o'rinda secde bor deydi. İmam Malik 11 o'rinda bor, lekin mufassalda yo'q deydi. Mufassalda Necmi, al-Inshiqaq, al-Alaq surada yo'q deydi. İmam Layth 15 oyatda bor deydi. Ya'ni Haj surasiga 2. o'rinni qatib 15 deydi. Buningda boshqa 4 yadi bor, 8 yadi bor degan har xil qarash bor, lekin mashhur qarashlar shu. Qala va sharoituha ka sharoitis salat. Secde ayetlerge, secde kılıştığınki şartları namazdan şartına o'xshashdir. Namazdan şartlarını biz bayon qilganmiz. Mesela taharet şart, tartağın bo'lishi lozim,
kiyim-kechak, badan va o'rin pokiz bo'lish lozim, qiblga yuzlanish lozim, avratni yo'qish lozim. Ya namoz o'xshashlam. Yani bu hozir namoz qiyos qilyapti buni. Lekin namoz qiyos qilish ojiz. Bu namoz emas. Yani bu nafla bir namoz emas. Bu sajda qildingiz, bir sajda qilishdan iborat. Chunki buni qiyos qilsa toza joy chiqadi. Uning ustiga Sahih Buxoriyda Ibn Umar radhiyallohu anhu tartib bo'lmasmi sajda tilovat qildi deb kelgan. Lekin tahorat shart emas degan chiqmadi. Bundan boshqa tabi'iylarning ba'zisi Sha'biydan shunda kelgan. Va tuqda shu chaqda qilmasa, shu o'tirishda qilmasa, keyin qazosini qilib o'tadi. Nima uchun bu vojib bo'lganlikdir. Bu endi shu o'rinda qilmay qolsa, lekin namozdan ishida qilmay qolsa, qazosini qachon qildi yoki qilmamdi, u bir gap. قال ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع رأسه قبل التالي. O'qigan kishi tilovat qilib sajda qildi. Sajda qilgandan keyin boshqa anglaganlarmi unga sajda qildi, shunami? Tilovat qiluvchi beshini sajdadan ko'tarib bo'lg'icha, anglagan kishi undan burun ko'tarsa bo'lmaydi. Xuddi namozda jamoat imomdan burun beshini ko'tarib olgandek aynan qiyos qilyapti. لأن التالي كالإمام. تالي مشان إمام غوشش. ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة لئلا يشتبه الأمر على القوم. البته هذا في مذهبته وباش مذهب الدمو جهري نماز olsun, sirri namaz olsun, secde ayeti okusu buldu. Caiz. Lekin sirri namazlarda kendiki cemaat bu imamınki ayeti secde okuganlıkını uqmay bir gangarash bo'lib qolgan bo'lg'achqa Allohu akbar desa imom secde ketgan, kendiki cemaat ruku verib turib baqab keyin Allohu akbar desa nima sho'ldigida bir xil egizpaslik bo'lishi jihatdan ishida o'qigan namozlarda o'qish makruh. Farubbama raka'a ba'dhum, ba'zilari rukuga berib qolishi mumkin. Walau qara'aha va sajadaha ishida o'qisin. Yoki imom bo'lgan taqdirdami anglaydigan jamoatim bormi? Nima? Masjidning sirtidagi mikrofon yo'q. Endi bo'lgan taqdir jamoat anglamasmi? Imom sajda qilsa, jamoatni sajda qildi. Wa in lam yasma'uha hukman lil mutaba'a. Agishi vojib degan bir hukm bo'lg'achqa. Kama yalzamuhum sahwuhu. Xuddi imom bir sahvlik sodir qildi. Lekin bu sahvlikni keyin jamoat balki bilmadi, ko'midi, tuymadi balki. Shunami? Shunda bo'lsa-mu imom sahvlik sajda qilsa, keyin jamoatmi qilgan o'xshash. Tilovat qilib qolsa, uni anglamasmi imomga aytib sajda qiladi. Imom shu qiyosda ham beshi o'g'ani turibani tarafida keyin usul bo'ldi deb. Adoz agar mesela Qur'on o'qib sajda aytib, o'zi sajda qilmasa bizlar turib qilaylik desak, ya cemaatlar o'qigan chog'da imom sayda raka'a farka'u va idza sajada fasjudu deydi. O imom sajda qilma elara qilaydi degan shu. Mesela azmiyat imom qiyos qildi, shu namozlar. Unda namozning sirtiga bunu imom qiyos qilishasiz. Hozir namozning sirtiga odamni namozning ichiga qiyos qildi. Qiyos qilib, lekin o'qigan kishi sajdaga bordi. Anglagan kishi agishib sajda qildi. Sajda qilsam bular namozdek bir ahvol bo'ldi dedi. Namozdek ahvol bo'lgan ekan, imom beshini ko'tarishdan burun bu anglagan odam ko'tarib olsa, imomiga agishmagan bo'ldi dedi. Bu vaqtda bizga mesela aşağıdan g'alib sajda bag'ir bo'lsa, biz shu vaqtda berishimiz namozning sirti bo'lsa, shu vaqtda berish kerak emas. O'quvchi shu chog'da sajda qilgan bo'lsa-mu, anglagan kishi keyin sajda qilsa bo'ladi. Lekin namozda cho'qim agishish lozim. Qala fa in talaha al-imam sajadaha wal ma'mum. Namozda imom tilovat qilsa, imommi, jamoatmi hammasi biroqlam sajdaga boradi. Albatta, jamoat anglamagan taqdirda bu. Lima bayyanahu. Biz yuqorida bayon qilgan sabab uchun hukman lil mutaba'a degan gap shu. Yuqori qurda dedi-ku, hukman lil mutaba'a. Muxalafa bo'lib qolmas uchun. Wa in talaha al ma'mumu lam yasjudaha.
Yani kendiki cemaat secde ayetini tilavet qilib qolsa, cemaatni secde qilmaydi, shu o'qigan cemaat imomni secde qilmaydi. Aslida kendiki cemaatning o'qishi cheklandi. Yani bu mazhabda. Ama yani bu oyunda dinni tushunmaydigan bir cemaat ekan deydi. Ma'mum namoz ahkamlarini bilmaydigan, yani bu mazhab bo'yicha masalan namoz ahkamlarini bilmaydigan bir cemaat. Undan keyin sen qiraat qilmaysan, deb tursa bu qiraat qilib qoldi. Qiraat qilganimiz secde ayeti o'tdi. Bunda ahvolda o'zini secde qilmaydi, imommi secde qilmaydi. Lima bayyana fis-sahm. Xuddi biz secde kendiki cemaatin biraz sahvanlik sadır qilib qolsa, o'zimi secde qilmaydi, imommi secde qilmaydi degan shunga o'xshashlar. Wa qala Muhammad yasjudunaha ba'da al-faraghi li tahaqquq as-sababi wa huwa as-sima'. Muhammad tabtan namozda cemaat secde qilib qolsa, imom secde qilmaydi. Muxalafa bo'ldi. İmommi secde qilib qolsa, kendiki cemaatning tilovat qilganini qarab, bu yerda ish ta'tilab qoldi. Cemaat imomga ergashmay, imom kendi cemaatga ergashgandek bo'lib qoldi. Undan keyin bu chaqda buning bir cheklimi bor. Namoz chaqda secde qilmaydi, namozdan farq bo'lgandan keyin hammasi erkin bo'lib ketdi-ku. Shu chaqda undan secde qildi. Chunki bu darhol secde qilmasa keyin qilsa bo'ladigan ish demoqchi. Vaqat zalal ma'na. Namozga to'salg'i yo'qolgandan keyin secde qiladi. Qulna biz deymizki, ya'ni Shayxonning javobi va mahjurun anil qiraati lima bayyana. Uningki qiraat qilish huquqi yo'q, salohiyat yo'q dedi. Bu xuddi mahjur degan, hajr degan tasarruf qilishdan cheklayotgan, tasarruf huquqini elayotgan. Masalan, nurg'un qarzga bog'lab ketgan bir kishi bo'lib qolsa, qarzdorlari pulini ololmay, nima qilsa bu bir tarafdan pulni g'azonda xajlayotgan, tomosha qilayotgan, xalqning pulini bermay, ular qarz berib, biz pulimizni olsa qoldi desa, pulni bersa, uning puli chiqmagan, lekin jiyari pullari bor. Ular buningga sen qimmatliroq, ular savdo, ya birisiga hadiya qilgan huquqing yo'q deb huquqni elaydi. Yoki pulni buzib ketadigan bo'lib qolsa-mu, hajr qiladigan ish. Ve mahjurun anil qiraati lima bayyana. Lekin yuqorida biz bayon qilgan mazmunga asosan qiraatul imom qiraatun lahu al-imom damen degandek masalan. Ashunda mazmunga asosan u qiraat qilish salohiyati yo'q. Va la hukma li tasarrufil mahjur. Bunda salohiyati ilib tashlangan kishilarning tasarrufining sifati bo'lmaydi. Hisob emas, inovatsiz deydi. Yo'q hisobda. بخلاف الحائض والنفساء فإنهما منهيان. أما نفسler ve ejder kişilik çoğulsa bunun kıraçlarının malum sıfatı var. Yani inavat bulaklık tarafı var. Demek çoğulsa bulanın kıraatın inavatsız diyen gep yok. Kıraat kımmar diyen gep var. Menhiyan. وَالنَّهِ يَقْتَدُ قُدْرَ عَلَى الْفَعْلِ. Kımmar diyen gep kıysan kılaletten diyenini bildirdi de. Kıysa bir iş kıygan bulup desin ama lekin qilmadi. Lekin anda qilish salohiyatim yo'q degan. Val hajru la mana. Hajda salohiyat yo'q degan. Bir narsa qilsimi, qilmagan hisob bo'ldi. Yoki e'tirof qilinmaydi degan. Va inma la tajibu alayhima li'adam ahliyatihima. Nima uchun haid va nufasaga secde qilish vojib bo'lmadi desa, ularningki secde qilishga layoq yo'q o'zdan tarixsizlikligi sabab bo'lgan. Bunda jiniz kerak tahlil ekan. Qala va in sami'aha man laysa fi as-salati sajadaha. Namoz o'qiyotgan kishiningki tilovatini namozning sirtidagi birisi anglab qolsa, biz masjiddan qachdan ketib qolsa, ya masjidga manduq yoki masjiddan qachdan ketib qoldi yoki bir namozni Qur'on o'qiyotgan qishdan o'tib ketib turib, buning qiroatini anglab qoldik. Biz namoz bo'lmasag'imiz secde qilamiz, li tahaqquq as-sababi fi haqqihi. Onun hakkında secdenin sebebi vücut çıkan buldu. Secdenin sebebi neyse istima' vel hacru la ya'duhum. Biyadiki inavatsizlik namaz o'qiyotgan cemaatning boshqalarga halqib ketmaydi deb. Yani namaz o'qiyotgan cemaatni to'sab qo'ydik-ku, ma'lum ahvollarda. Kendiki cemaat o'qib qolsa, u bo'ldi. Shunda chaqda shu namozda secde qilmaysa, qilsan inavatsiz degan. Yani bu inavatsizlik şu namazdaki cemaat bilan şunu xas.
Ulardan başqa sirtkilarga o'tib ketmaydi deydi. Undagi sirtkilarga qarta unda to'salg'i yo'q. Qala va in sami'aha al-musalli mimman laysa ma'ahu fi as-salati sajadaha ba'da as-salat. Namoz o'qiyotgan kishi namoz o'qimagan birisidan sajda oyati anglab qolsa, namoz o'qib anglab qopti. Namozning sirtidagi bir kishidan namozdan keyin sajda qilyotdi. Le tahaqquq sabab, ya'ni sajda qilishning sababi vujud chiqqan bo'ldi. U bo'lsa-mu sajda oyatini angladi birisi. Va in sajaduha fi as-salati lam tujzihim. Lekin namozdan ishni sajda qilib qolsa, lam tujzihim, ya'ni sajda namozdan ishni qilgan sajda u kishining gardindagi sajdani saqit qilib o'tmaydi. Nima uchun? Li'annaha, ya'ni sajda sarat naqisatan lin-nahy. Namozda turib qilgan sajda bu bir xil kamtuk sajda. To'liq, ya'ni biz talabga loyiq bir sajda emas edi. Lin-nahy. Bu yerda bir cheklim bo'lganlikdan ajna kamtuk deb qaradik dedi. Bu nahy nimadan iborat? Namozga bevosita munosabatsiz bo'lgan ishlarni namozning orasiga tiqib qo'yma, qistirib qo'yma degandek bir cheklama. Lekin u narsani kirgizib qo'ysa, namozning tartibini buzutadi. Ba'zi vojiblar kechikib ketishi mumkin, ba'zi rukni kechikib ketadi masalan. Fala yata'adda bihal kamil. Undan keyin uning gardiniga namozda turib boshqa bir odamning namozning sirtidagi odamning qiroatini anglagan chog'da gardiga bir sajda vojib bo'lgan. Shu chog'da valaqada qilib o'tib qolsa, namozning ichida namozning tartibini buzib qilganlikdan bu kamtuk sajda bo'lg'achqa gardiga vojib bo'lgan kamil sajda o'rnini bosolmaydi bu. Qala va la tafsudu salatuhum. Lekin ashunda hozirlam sajda qilib o'tay deb namoz turibman, sajda qilayotgan taqdirda u kishining namozi buzilib ketadi demaymiz. Namozi buzilmaydi. Garchi tartibni sal u ham bilan qilayotgan bo'lsa-mu, oraliqqa bir narsa qistirib qo'ygan bo'lsa-mu, namoz buzildi demaymiz. Li'annaha la tunafis salat. Chunki bu ish, ya'ni sajda namozga yot bir ish emas. Namozning jinsidan, ya'ni sajda bor, ikki sajda qilish bor harakatda. Ruku, sajda degandek bu namozning jinsidan bo'lgan ishlar. Namozga tava bo'lmagan bir narsa chiqdi. Lekin bu narsani keyin qarasak, namozning jinsiga o'xshaydigan ayna bir narsa. Sajda bor namozda, bu sajda. Namozga yot bir ish emas. Namoz buzilmaydi. Bo'lmasa savallikdan sajdani 3 qatim qilayotgandek. Li'annaha la tunafis salat va yu'idunaha lima bayyana. Lekin namozda qilgan sajdasi kamtuk o'g'achqa namozni o'qib qaytadan ravus talakkular bir sajda qilib o'tdi. Lima bayyana, ya'ni shu kamtuk qilib qolgan keyin to'liqlaydi demoqchi. Va la sahva alayhim. Mishada vojibning orasiga biz narsa ziyoda qilib qo'ygandek bir ahvol bor-ku. Ya'ni mazhabda shunda bir narsani ziyoda qilib qolsa-mu, saysa kildi degan. Niyada saysa kammaydi deb. Li'annahum ta'ammaduha. Endi kammaganligi qasdan shunda qilganlikdan bo'ldi. Men sajda tilovat qilay deb maqsad qilgan tilovat qildim. Agar bu savallikdan 3-bir sajda qilib o'tib qolgan bo'lsa, namozda ikki sajda o'rniga u joyda sajda sav kiribdi. Ya'da sajda tilavatni qasdan qilg'achqa sajda degan savallikdan qasdan kelmaydi. Qala va man talaha fi as-salati falam yasjudha fiha saqatat. Namozda tilovat qildi, lekin namozning ichida sajda qilmay namozni tugatdi. Shunda ahvolda bu sajda bo'ldi, gardindan tushib ketdi. Yani namozning sirtida keyin uni qazo qilish yo'q deb. Bo'ldi, qo'ldan ketdi. Taqdir ya namozning sirtida degan gapirib tushundim. Namozning sirtidan qilgan bo'lsa, shu o'rinda sajda qilmasa, keyin qazosini qildi deganman. Lekin namozning ichida qolsa, tajibalul fawr degan mazmun chiqadi. Hech bo'lmasa shu namozning ichida sajda qilish lozim degandek. Birinchi rakatda tilovat sajda o'qib, o'cha sajda qilmasa ikkinchi rakat qilatamdi, yani qazosini qilamdi, bu bir masala. Nima uchun bunda gardindan tushib ketdi deymiz yoki bo'ldi vaqt ketdi deymiz desa, li'annaha salatiyatun va hiya aqwa min al-kharijiyyati fala tata'adda biha. Chunki bu sajda namozning ichida vojib bo'lgan sajda edi. Bu sirtda qilgan sajdadan kuchli deydi. Lekin sirtkisi xuddi naqisdak,
bu kamildek naqsilan ado topmaydi. Undan keyin namozning birinchi rakatda tilovat dua oyatni o'sha sajda qilib ikkinchi rakat qazosini qilamdi, qildi deyish mumkin. Yoki ma namozda sajda qilmadi, keyin bir namoz o'qigan chaqda qazosini qilamdi, balkim. Chunki salatiya mana o'xshash kichik darajada sajda qilgan bo'ldi deymiz. Namozning ichida qilish kerak bo'lgan sajda sulbiyami deymiz shuni. Mana sulbus salat. Ha. Bunda ba'zi ulamolar niyat qilib qolsa, shu hisob bo'lib ketdi deydi. Ba'zi niyat qilmasa-mu, shu hisob bo'lib ketdi deydi g'alba. Bu masala hozir chiqdi. Ma'lumda shu niyat qilmagan ahvolda namozdagi sajda mush hisob bo'lsin unda. Oyatni sajdaga ayrim bir qilib jumay hisob bo'lsin deb qolsa, hisob bo'lib qilish ehtimoli bor. Lekin ma'va unda niyat qilmagan ahvolda bo'ldi, hech qanday sajda qilmagan hisob shucha bo'ldi ketdi deydi. Qala va law talaha fi as-salati in sha'a raka biha. Namozda sajda oyati o'qigan chaqda xolisa shu o'qib ruku qilib, rukudan keyin sajdaga bordi-ku, shuni qilsa bo'laverdi deydi. Wa in sha'a xolisa sajadaha thumma qama fa qara'a wa huwa afdal. Xolisa tilovat qilib sajdaga bir o'tib, undan keyin turib, qiroatni davomlashtirib, ondan ruku qilib, ondan davomlashtirish bo'ldi. Mushi afzal. Yurwa dalika an Abi Hanifa. Imom Abu Hanifadan rivoyat qilindi deydi. Shu sajda oyatiga sajda qilish bo'lganki, shu bo'lsa, shu sunnatga muvofiq bo'ldi. Shu sunnatda 3 qatim qilaman degan bo'lgan. Bu ikki shaklda qis bo'ldi dedi, shunami? Uchinchi bir shaklda qism bo'ldi. Qanday? Oyatni o'qidi, gaz sajdaga odama qo'pab, shu oyatni o'qib to'xtagan ekan bo'lganda. Shundan keyin ondan boshqa oyat o'qimishmi, ko'rib, undan keyin sajdaga boshlaydi. Ya, boshqa oyat o'qimaylar, qism bo'ldi. Ya qiyam turib, undan keyin ruku bordi. To'xtagan joyiga bir kelib, undan keyin namozni davomlashtirgan gap. Qala li anna al-khudu'a fi as-sujudi akmalu. Chunki ma ta'lil hozir Abu Hanifaning afzal degan qarashining ta'lili. Nima uchun darhol sajda berib, undan keyin davomlashtirib afzal desa, chunki sajdaga berish, sajdada xushu' xudu' eng uch namoyon bo'lgan shakl bo'lg'achqa, shu afzal. Va tata'adda bis-sajdati as-sulbiyya. Bu sajdati tilova namozning sajdasiga kirish ketgan holim bor edi. Masalan, biz namozga masjid kirsak, tayyatul masjid o'qimaylam shu udul jamoatga ixtido qilamizgo. Shu tayyatul masjidga shuni kirib ketgan hisobda. Ya kirib sunnat o'qisak, tayyatul masjidga kirib ketdi degan ulamolar bor. Bu tatadaxal degan ma'noda. Yoki masalan, siyam 7 Shavvol keldi, nima? Anki shuning ichida dushanba kelgan bo'lsa, dushanba ro'zxonga bir savob olaymi shunda. Siyam 7 Shavvol shunga hisob bo'lsin deb bir chalmada ikki paxtaga so'qash bor. Yoki bir qazo ro'z tutib, shu dushanba kuni tutibmiz. Qazoga hisob bo'lsin, ma dushanbada ro'z tutgan fazilatga yo'lay deb qolsak, ayda ikki hisob bo'ldi deydigan qarashim bor fiqhda. Lekin ma'noda va tata'adda bis-sajdati sulbiyya. Namozning ikki sajdasi bor odatga. Sajda bilanmi ado topadi? Niyat qilsa albatta. Yuqorida ado topmaydi dedi, nima? Chunki o'cha niyat qilmagan. Li'annaha tuwafiquha min kulli wajh. Chunki bu o'xshash sajda bo'lgan ekan, ikkisi bir sajda sifatida ado qilinib ketgan bo'ldi. Ya ko'ngilda men shu sajdani tilovat sajdasini so'qlatdim deb ko'ngilda endi o'ylasa shu niyatim. Dua nimasi chiqadimi? Oxirida deyli. Va yanmi adaa sajdati tilova. Mana tilovat sajdasini qilma deb niyat qilish kerak. Masalan shu namozning sajdasini shuni hisoblay deb qolsa, mushu sajdan bilan namozning sajdasini ado topsin.
secde tilavını oda tapsın da niyet kılıyordu dedi. Çünkü innemal a'malu bin niyat. Velav lem yenvi niyet kılmay kalsa aşu namazdaki iki secde yani şunun birisi hesaplamda secdelerge degan masalada zakara fin navadir. Navadir degan bir kitap ismi bo'lishi mumkin. Bu navadirlar bir ko'p. Lekin navadir salada yani bir mazhabda navadir salada Abu Süleyman degan Abu Hanifa'nın bir şagirdininki navadir salada kitap var. Bu kitap şu navadir salada bo'lishi mumkin. Yani bir ehtimalda zahir rivoyatda shu niyat qilsa bo'ladi deysiz, tamam? Navadirda g'ayri zahir rivoyatda yani bir mazhabdagi ikkinchi darajalik rivoyatlarda aciz rivoyatlarda ennehu la yecuz degan ishki hesab bo'lmaydi. Namozning sajdasi sajdalar hesab bo'lmaydi dedi. Vaqila yani bir aciz qarashda yejuzu li annahu ata bi'inil vacib. Jaiz bo'ldi chunki sajdaga buyurilgan. Aşağı oyatni o'qigancha sajda qil degan bir buyruq qildi. Namozda sajda qilsin, sajda qildimi, qilmadimi? Sajda qildi. Yani aşağı oyatdan keyin sajda bormi, bormi? Bor. Yo'q, sajda qildimi, qilmadimi? Qildi. Bo'ldi. Walau nawaha fi ruku'i, endi bu niyatni ataytin bir sajdaga borgan bo'lsa, shucha niyat qilib sajdaga borgan bo'lsin, ammo bu anda niyat qilmay, namozda shunda, yani sajda tilova qilmay, ham namozning sajdasi shu hisob bo'lsin deb niyat qilmay, da davomlashtiribdi. Ruku qilib, ash hisob bo'lsin ya musho deb niyat qilibdi. Shu chaqda niyat qilib qolsa, qanday oldi bo'lsa, qila yejuzu. Yani aqrabu ila tilava. Çünkü bu hozir o'qigan, o'qishib qolmagan to'g'ri keyin gachida niyat qilib olsa bo'ldi debdi. Va qila la, yo'q, joiz bo'lmaydi. Niyat hisob bo'lmaydi bo'cha. La degani niyat hisob bo'lmaydi. Niyat yo'q hisobda. Lekin niyat yo'q degan taqdirdimi bu qarashda va tanubu anha sajdatullati aqiba ruku. Ay namozga sulbi sajdaga niyat qilmasimi, ash hisob bo'laverdi. Çünkü hamda hozir amaliy bo'lgan ish nima? Bu sajda oyatini tilovat qilib, 20 minutdan keyin qarasak bu sajdaga bordi. Undan keyin sajda qildi degan bir shu buyruqni ado qilgan hisobda. Li'anna al-mujanasata baynahuma azhar. Çünkü sajda tilovat bilan sajda sulbiya ikkisi jinsi o'xshash. Asas farq yo'q. Rüya derken Ebu Hanife. Bu karışma İmam Ebu Hanife'den rivayet kılınıptı. Yani gayri zahir rivayeti kegen. Kale ve men kerrara ayete secdetin fi mekan vahidin yekfihi secdetun vahide. Bir orunda oturup secde ayetine birkaç kez tekrarlap kalsa, bir secde kılırsa kifaya. Lekin her bir katında derhal secde kılırsa şu, bu evzel. Elbette bunun da arkadaşlar çok. Ondan her bir üçün şu sorunun ahırda mısın? Kovup gittiğin çağda aşk kıygan secdelerinin her bir üçün ayrım secde kılırsa buldu. Ya demek çoğuna hem jigab bir secde kılırsa bir secde kılmaya kıldı demek. Def'an lil harac capa olab kalması üçün. Nimi çöğünse fe innel hacete da'iyetun ila tekrar lil muallimine vel mutaallimin. Çünkü müderrisler, o'qituvchilar ve o'quvchilar Kur'an o'qish va yodlash va o'qitishda secde oyatini tekrar o'qishi mumkin. Shunga ehtiyoj bor. Va fi takrar al-wujubi harajun alayhim. Ularga tekrar secde qilishni vojib deyish ularga jafolat qildim. Va kana Jibril alayhisalom yaqra'u sajdata ala-nabiy sallallohu alayhi vasallam va an-nabiy yusmi'uha ashabahu va la yasjudu illa marratan wahida. Jibril alayhisalom vahiyni olib kelgan chaqda secde oyatini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'qib birdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga o'qib birdi. Va bu yerda 2 qatim secde qilish vojib bo'lgandek bir ahvol bordi. Lekin shuni bir qatim secde qilib dedi. Bu yerda aniq bir hadis bir voqealikda kelmagan bo'lsa-mu, lekin istiqro qilsa shunda mazmun chiqadi demak. Lekin bu meselede sahabe kiramlardan, tabiilardan aslında bir secde kılayotgan ahvoli bor. Mesela Hazreti Hasan ve Hüseyin radhiyallohu anhumaga Kur'an o'rgatgan shu bir tabiiya bir sahabe Abdurrahman as-Sulamiymo birisi o'tib oxiri bir secde qilayotgan. Ya ondan boshqa Hasan al-Basri unda tabiilardan unda ahvol kelgan. Qala va idza arada as-sujuda kabbara wa sajada ثم كبر ورفع رأسه. Hozir bu tilovat secdesiningki qanday shaklda qilinganligining bayoni.
secde qilmoqchi nama Allohu akbar deb secdega bordi. Uni Allohu akbar deb beshini ko'tardi. Bo'ldi. I'tibaran bis salatiya qiyasan ala sajdati salat demoqchi. Namozdagi secdega qiyas qilgan holatda. Ve huvel merviyu an İbn Mes'ud'un radıyallahu anhu. İbn Mes'ud radıyallahu anhu'dan mujda kelgan. Yani bu hazır namazdan sırtında secde qilmoqchi bo'lsa, Allohu akbar deb secde berib, Allohu akbar deb beshni ko'tardi. İşte Allohu akbar deydi demoqchiman. Lekin İbn Mes'ud'dan kelgan sahih rivoyatda Allohu akbar degan nima yo'q. Allohu akbar degan so'z kelgan rivoyat ojiz. Undan keyin namozning sirtida Allohu akbar demasmi, secde qilibsiz bo'ldi. Allohu akbar deb secdega bas, secde qilgan bo'lamdi, mo'mindi, qilgan bo'ldi. Va la tashahhud alayhi va la salam. Uni tashahhud o'tirishmi yo'q. Masalan, secdega berib bo'lib, qo'yib o'tirib, at-tahiyat o'qidish yo'q. Salom berishmi yo'q. Li'annahuma lit-tahlil. Chunki tashahhud bilan salom namozdan chiqish uchun dedi. Va la tahrimunak. Namozga kirish degan narsamiz qanday chiqish bo'ladi? Endi mushuning hammasi nima ko'rsatdi? La tashahhud alayhi va la salam va la tahrima degan bu namoz emas bu. Shu namozni qiyos qilib olsam bo'lmaydi. Qiyos ma'al farq deymiz. Ya bir o'tirashda. Masalan biz buni dars hozir bir o'tirash. Ya'ni qo'yib chiqsak, bu o'tirash oyoqlashgan bo'ladi. Misol 10 qatim o'qisak, takrorlab bir secde qilamiz. Ha. Ya arlab o'tib kelsa bo'lmaydi. Bizning vujudda qarimlar yadanmay o'tib ketadigan, o'qimay o'tib ketadigan yo'q. Buni qoidasi o'qiymiz, secde qilamiz. Ha. Buni atlab o'tib ketadigan, yadlamay qo'yib qo'yadigan shu. Ya unda kerak emas aslida. Ha. Undayli. Şu aşağıya rivayetler olsa Kur'an boğaz bulundu ya mana mesela madaya dostan secde. Yo'q, bu bitti bo'lgan. Bu oyatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam secde qilgan o'rinlarda secde oyati deb nabisgan. İxtilofla ya rivayet ishqil kelib qolmoqda. Secdada ulamo degan ishqil kelib qoldi. Yoki shuning mazmunini unda tahlil qilib yo'q bu yerda ya buyurish ya bir nima bunda bir ahvol yo'q. Shuna bir secde qilishni tilga olib ketgan. Ya bir shukr qilish munosabatlik. Endi bunda buyruq yo'q. Bir payg'ambar shukr qilib bir secde qildi. Va qarra raki'a va anab masalan. Bu payg'ambar shukr qilib Alloh taolo secde qildi degan bir nima. Buni ya sen secde qil degandek bir mazmun yo'q deb qolsa, secde aytmas. Mazmunni qarab, ham Rasulullohning secde qilgan qilmaganligi haqida rivoyat qarab. Endi shu namozga o'xshatdi-ku uni. Namozga o'xshatishni biz namozga qiyos qilib bo'lmaydi. Hatto Ibn Umar tarixsiz secde qildi degan Sahih Buxoriydan naql qildik. Ular namozga o'xshatganmisa, chunki Allohu akbar deyishmanmisa, ojiz bo'ldi. Ha, yuqorgi masalada sen ulamolar namozda o'qigan taqdirda bizning jutga qarimda endi odat bor. Namozda o'qidi, oyat secdedan keyin sura tugashga 2 oyat, 3 oyat qolib qolgan bo'lsa, biroqlarni oyoqlashtirib, andin rukuga qarab secdani unda qilishlar. Ya'ni u vaqt uzrab ketmagandan keyin tutib andin o'qiylaydi. Mushunda qarashdimi? Salaflardan kelgan. Salaflardan shunda 2 oyat miqdor, 3 oyat miqdor bo'lib qolsa, mayli degan qarash kelgan. Bu bir. Endi secde oyatda vacib bo'ldi nima? Secde oyatining uni secdasiga secde qilmay, uni boshqa ish qilib qo'yish bo'lamdi? Bo'lmaydi. Masalan, secde qilish kerak ekan, ya mashina ketib qolgandagi ular velosipedni ketib, ya yo'lda ketib qolgan odam olibdi deydi. Ya o'qib tur. Men yo'lda menib ketayotganimda subhanalloh deb qo'yib, mansam secde qilgan o'rniga desam bo'lsa, ya o'rniga desmaydi. Cho'qim menib ketayotgan bo'lsangiz, to'xtab, yo'lning chetiga chiqib, secdani qilib o'tib, undan mangasiz. Yani secdedan boshqa narsa buni o'rnida bosolmaydi. Yana bir masala, namozning sirtida o'ttagan holatda bo'lsa, secde qilish uchun atoyatni qo'pab, undan secde berish lozimmi? Ya, o'ttagan holatda qo'pab jumaylarga secde qilyapsi bo'ldi. Ham namozga qiyos qilish qamlashmadi degandan biz namozning shartlari shart emas edi. Degandan qiblaga yuzlashmi shart emas, tarat bo'lishmi shart emas.
Qaysi taraf qarab sajda qilsa bo'lardi. Endi asanan bu. Endi sajda tilovida duo qilish. Qanday duo qildi? Hazrat Aisha radhiyallohu anha rivoyat hadisda kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Abu Dawud rivoyat qilgan Sheyx Albani rahmatullohi alayhi sajda etgan. Bazı ulamalar namaz qiyas qilgan bo'lsa, namozning sajdasida subhan robbiyal a'la deydi. Mush sajdada subhan robbiyal a'la deydi deb baqqan. Yani bazı ulamalar oyatda va yakhiruna lil azqani deb madilab aşı yaxshi ishni qilib madilanganlarga ash zotlar manda degan deb shunning sajdasida degan duosini naql qilgan. Ash zotlar unda duo qilgan Subhan Rabbina in kana va'du Rabbina la maf'ula diye. Nalki ash zotning shunda qilgan duosini nayt ubdan ish qildi mana deb Kur'an-ı Kerim Medine'de ekan ekan ashunda qilsang uni qilgan bo'lmas deb mushuni avzal deydiganlar bor. Gerçi ben qanday tasbih etsa, qanday duo qilsa bo'ldi desam, lekin avzal qaysa desa, ba'zi subhan robbiyal a'la, ba'zi subhan robbina in kana va'du Rabbina la maf'ula. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sujudul Qur'onda degan ashu sajada vajhi lillazi khalaqahu va shaqqa sam'ahu va basara degan ashu duo. Ondan kesel kişi, yak ular üstü kişi, gerçi bazı sebeplerden ular üstü kişi Subhanallah, Allahu Ekber deb meyvas buldu secde o'rniga dese degan qarash bo'lsin, biz secde o'rniga secde boshida desmaydi dedik-ku. Unda o'rniga kesel kişi odatda azroq inishchilan ya ishorat bilan beshni azroq mediyatchilan namoz o'qib secde qilish batigo. Undan ular mingan kishi va kesel kishi ishorat bilan secde qilsa bo'ldi. Lekin uni o'rniga subhanalloh Allohu akbar deb qo'shib bo'lmaydi. Yana bu sajda tilovini bir tarafdan namozga o'xshatdi. Namozga o'xshatgan bo'lsa, bu namoz o'qish cheklangan vaqtlarda qilmaydi. Namoz o'qish cheklangan vaqtda cheklandi deb qaradi. Ularga Hanifi mazhabda namoz o'qish cheklangan vaqtlarda sajda tilova joiz emas. Salaflardan joiz degan qarash kelgan. Joiz emas desa xuddi kun chiqayotgan chog'da, kun qo'zg'ayotgan chog'da, tiklashgan chog'larda yasjudu bayna qarnay ash-shayton deganda hadisda bo'lg'achqa, bu sajdamdi. Sajda bo'lgan ekan, tilovat sajda qilsa-mu, shayton muzni qilib turgan ekan, bu xuddi shayton sajda qilayotgandek bo'lib qilish, shu illat bu shunga o'xshash deganga. Biz qayon qilsa bo'ldi dedik. Unda olgan o'sha mazhabning namozda o'qishib turib, yoki illat o'xshash deb kun chiqayotgan, petayotgan chog'larda sajda qilishga bo'lmaydi degan narsa yana ishlaydi bu. Chunki kun chiqayotgan chog'da biz cho'qim quyosh taraf qarab sajda qilmaymiz. Qibla cho'qim quyosh tarafda emas. Zaman quyosh matarafdan chiqsa, qibla mataraf bo'lishi mumkin. Bu xuddi sajda qilayotgan tarafga o'tadi shayton. Mu'min undan turdi degandek. Qibla quyosh chiqayotgan tarafda bo'lsa, quyoshni muvzning orasida turgandek turishi mumkin. Quyosh neri bo'lsa, neri bo'lgan ekan, bu yerda masalan bundan o'qib tursa, bizning ishga alqanning orasiga chiqqandek bo'ldi-ku. Shaytonning muvzi sajda qilgandek bo'ldi, sajda qilmaslik haqida sayyidsizga. Shunga buni da ulamo ittifoq. Yani namoz o'qish cheklangan vaqtlar 3 vaqtga ittifoq. Kun chiqayotgan, petayotgan va tiklashgan chaq. Müşahit bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.